Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 20-asr o'zbek adabiyotining eng yirik namoyandasi, atoqli adib, shoir, olim, davlat va jamoat arbobi. Oybek 1905-yili Toshkent shahrida Bo'zchi oilasida tug'ilgan. Oldin o'rta maktabda, 1922-1925-yillarda esa Toshkent ta'lim va tarbiya texnikumida tahsil olgan. So'ngra O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida o'qigan. 1930-yili o'qishni bitirib, oliy maktablarda siyosiy iqtisoddan dars bergan. Oybek adabiyotga 1926-yili chop etilgan Tuyg'ular she'riy to'plami bilan kirib kelgan. Oybek tarixiy va zamonaviy mavzularda 20 ga yaqin dostonlar yaratgan. Oybek she'riyati nihoyatda go'zal bo'lib, o'zining sodda, ravon va ifodali tilda, boy va rang-barang tasviriy vositalarda yaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Oybek mohir shoir bo'lgani kabi yetuk romannavis hamdir. U yaratgan Qutlug'qon, Navoiy, Ulug' yo'l, Oltin vodiydan shabadalar, Quyosh qoraymas kabi romanlari o'zbek romanchiligi taraqqiyotida muhim bir davrni tashkil etadi.